Xitoy Xalq Respublikasi. Mana bu shahar. Guanzhou shaharda qaranglar. Shuncha binolar qaynayapti. Men bozorga olib chiqaman qarang. Mana bu joydan pastga tushib ketamiz. Xitoyliklar joyni ekonom qilib bozorda qayerga joylagan ekan. Qarang, pastga tushyapmiz. Lesnitsadan. Tepada shuncha bino bor edi. Xo'p. Qoyil tasavvur, qoyil qoldim. Pastda 5 etaj bozor ekan, 5 etaj. Mana bu qarang. Bu bozor. Bepoyon, boshiga yeta olmadik. Bu jenskiy pavilyon ekan bu. Bundan keyin qarang, yana pastga tushamiz. Qoyil. Qoyil bu shashmalar. Ne var o, ne yok dedim. Qarang. Bu yog'i yana bozor. Qarang, bu yog'i ko'rinmaydi. Narigi bosh. Ketaverar ekansiz. Bu tomon ham shunaqa. Bundan ozgicha yursak nariroqda yana pastga tushish mumkin ekan. Yog'i detski ekan. Bu ham ayollarniki. Shunaqasini ko'rganmisizlar? Qoyil qoldim, tasanno. Tepada joy qolmaganidan bular yumronqozlikka o'xshab pastga tushib ketishibdi. Qoyil. Ana narxi undan keyin mana bunaqa narsalar bor. 50 so'm deyaptimi shunaqa komplektlar. Dvoykalar 50 so'm degani bu 2 ga ko'paytirasiz va 3 ta 0 qo'yasiz. Bu degani 100 ming so'm. Qalay. Brend, podelka brendlar ekan bular. O'zlari birga bir kopiya qilib sifatli mahsulot yasaganmiz deyapti. Qoyil.